bu murojaatim hozirgi kunda ustida ishlatib, unga hurmatsizlik bilan murojaat qilayotgan hammaga tegishli. O'zi bizda qachondan bunaqa odat paydo bo'lib qoldi? Ustani mensimaslik, uni pulini berolmay, hamma ishimni qilish kerak degan narsa. Kechirib qo'yasiz do'stim. Usta eng kamida sizga o'xshagan inson. O'zi ish bitgandan keyin bittalab tekshirib olsa, hamma narsani detalni tekshirib olsa, mabodo kamchilik bo'lsa, kamchilik sizda ham aniq 200% bo'ladi. Qanaqa sohada ishlasangiz, hatto vrach bo'lsangiz ham, vrachlar noto'g'ri davolab qo'ygandan bemorlar o'lib ketyapti. Ustada ham bo'lishi mumkin kamchilik, lekin unga yetishishni o'zini qobiliyati bor, yetish san'ati bor murojaat bilan. Ya'ni, "Men ishim bo'lmabdi, tufta chiqibdi, yomon chiqibdi" degan narsa. Ustani bu narsa qalbiga tegadi, chunki bor mehrini shu narsaga bergan bo'ladi. Keyin bu yetmaganda, "Mana shu ish qilsang, tugatib bersang, keyin pulini olasan." Usta bechara bor umidi shu ishni bitirib pulini olishda. Olib borib bolasiga yediradi, ro'zg'orini qiladi. Bu narsa lekin o'tib tushyapti oxirgi paytda. Usta ishlatayotgan hammaga bu videoni borib qo'yinglar.